Ah, ertalabdan turish kerak. Voy. Nonushtamni qo'laychi. Mazza. Yana har doimgidek ishlar. Ketdik. Ish qilish va bir şey yoqmaydi. Koyuş kerak. Bu komandonu yıkıp koysam. Hayır. Bizga mazza qilib tamam. Yoqqa. Dur. Ziyon ne qilasan? Shunga. Men shunaqa banda. Ah, ko'chada nima shovqin. Chopib o'ynab yuramiz. Ko'chada nima shovqin. Voy, nima hech kim yo'q. Qani, ular yashirib oldimi? Yo'q. Voy, qaysizlar? Ularni topmasam ekan. Mana bu zo'r uylardi. Mana qachon shunaqa bo'larkan. Ketdik. Da Mert oldiga borib kelay. Golem. Golem yaxshi. Ularga bolalarni sen qo'rqitganmiding? Bu yoqqa kel, o'ldiraman. Voy. Mer, to'xta, Mer. Men aka. Meni seni ko'chirdim. Yo'q ol bo'lsam basharangni buzib. Kimni o'rding hozir seni basharangni buzib qo'yaman bu yoqqa. Voy. Qochma, bu yoqqa kel. Velsaga telefon qilib. Qoch. Telefon qilib. Alo, bitta bola yetelmaydi. Urib qolmoqda. Voy. Oldim çık. Alo do'stlar, menga yordamlaring kerak. Men senga beradigan yordam yo'q. Uzr yordam berolmayman. Men ham yordam bermayman, o'rtoq. Voy, telefon qilib oldim. Alo, yordaming kerak. Alo do'stim. Meni yordamim tegolmaydi. O'zimda yetarli emas. Yaxshi qoldi, mayli. Ha, bo'pti. Voy, to'xta, ketaveramiz. Voy, telefon qoldimi? Alo. Ben dostum sabah okula geçiyorum. Burası buldurmadım. Vızıp Voy, qamoqxonaga kel deyaptimi? Yo'q, qamoqxonaga borsam meni qamab qo'yishadi. Yo'q, boraman. Endi seni qamab qo'yamiz. Yo'q. Baribir qamashdi-ya. Mana oradan to'rilam o'tdi. Voy, nima bo'lib qoldim? Voy, nima bo'lib qoldim? Ana bola shakilida. Nima ayibim bor ekan? Mayli, men ketaman. Ben nihoyat ketaman. Uylarlarim. To'xta. Kim gapirdi? Bo'pti, menga farqi yo'q. Sen bezori meni qamatding. Endi qamasa
Bekor. Endi men shaharga ketaman. Yaqin oralarda. Endi qishloqda qolish tobatim yo'q. Shaharga ketaman. Mazza. Shaharga kelganim mazza bo'ldi-da. Uylarda. Kiyimchalarimni qarasin. Ularni tez ishga ketay. Pul hamma narsani olish kerak. Voy, mana ishga ham yo'ldi. Endi bularda taxta olish kerak. Ya. Taxta oldim. Endi mana qo'yib qo'yamiz. Va shu bilan ishim ham tugadi. Mazza qilib boraman. Yotaman. Bugungi pulimni olishim kerak. Voy, pulimni buncha ko'p. Shurada butun joyini olib chiqdim. Ertaga mana shu chiqish kerak. Mana shular taxlab chiqish kerak. Nima qilaman endi? Mayli. Taxlab chiqaman-da. Qani bir aylanib yuraychi. Ko'chalarni bir aylanib yuray. 1941. 1945. Nima bo'lgan bu joyga? Keyin mashinchaga chiqaylik, mashinchaga. Ya. Mashinamiz zo'rman sotib olganman. Mana bu yo'lakchadan yo'lakcha qani? Yo'lakcha bor edi. Yo'q, bedan tushmayman aslo. Berdan sho'xiy va arg'ichoq. O'tirib olaman. Fazza. Voy, bari qayga olib kelib qo'yishdi. Bizlar seni o'g'irlab keldik. Eng uzoq joyga. Chunki biza Aybada nimaga o'g'irlab ketasizlar? Baribir ketaman. Qochish kerak. Qoch. joy yo'q. Bola ketaman baribir. Qoch, o'g'limdan kerak. Qishlog'im yaxshi ekan, undan ko'ra shaharda o'g'rilar. O'zimni uyimda yotganim yaxshi ekan. Kiyimlarimni qo'yib olay undan ko'ra. O'zimni uyimda mazza qilib o'tsam bo'lardi. Kuzatib o'tiraman ekanda. Qo'shni eshitib qolmasdi. Mana buni olaman. Mazza qilib. Qo'shni chiqarmadi. Vang moqshunda ketamiz. Ana uyimga yetib oldim. Mazza, uradan mazza qilib qochdim. Yo'q, qani qochdi. Voy, qoch. Onasiga kirib oldik. Nimadir kerak menga. Bilganingni ayt. Короче, o'zimni qishlog'imga kelaman. Bu
unchalik yoqmadi bu yer. Narsalarimni olaman va qishloq. O'zimni qishlog'im mazzada. Turib ishlab yuraman. Hech narsadan xavotirim yo'q. Bir endi 3-qishlog'imga ham borib kelsam bo'ladi. Mayli, ketdim. Qishlog'imni olib 3-qishlog'imga shay. Mana yetib keldim. Mashinam ham eskirib qopti. Mashinani endi sozlashim kerak. Ketdim. Bir mashinani sozlab kelay. Ochib tur. Endi yuvish kerak mashinani. Davay mashinani mazza qilib yuvib olaman. Mazza. Yuvil mashina. Mashinani soz, qayg'u ketdim. Endi buni to'g'rilash kerak. To'g'riladi. Voy, yana boshqa o'tirdi. Ketdi. Burada boşuna gitti. Boşuna yaman kıyıladı o. Kendim boşuna tutmadı. Tamam, yaxşı. Şuraya oldu. Ben benim ustaya konuşmuşum geride. Ketdim uyga kiray. Ketdim Şuşloğum yaxshi. Yanına baklava, taşmış kop. Var koyattı oradan 3 yıl öttü. Bazı işler saklamaya bakalım. Yaşamayı bak. Uzun doldur ama.